Bu odamlar o'zlarini qanday tutishlariga qarasam, agar bunday odamlar orasida ko'chada bo'lganimda, men odam o'ldirish ayblovi bilan qamalgan bo'lardim. Psixopat odamlar haqida o'ylasangiz, xayolingizga birinchi bo'lib kim keladi? Boshqa odamlarni tinchini buzadigan odamlar. Bilasanmi, bu o'limgacha bo'lish kerak. U yerga bir-birimizni o'ldirish degan xayol bilan chiqishimiz kerak. Yaxshilik yoki o'zlikni farqlay olmaslikmi? Sen yaxshi otasan balki, ammo men seni yomon ko'raman. Tushunmoqdamisan? Sen va yaxshi hayoting yo'qolib qolsin. Seni bolalaring yetim qoladi. Yoki oldindan yetib bo'lmaydigan xulq-atvor. Bu psixopat odamlarga beriladigan ta'riflardan biri. Bu so'z anchadan beri lug'atimizda va atrofimizdagi xavfli odamlarga ishlatiladi. Hech qaysimiz psixiatr bo'lmaganimiz uchun Shon Stricklandni to'laqonli psixopat ham deya olmaymiz. Bilasan, men senga shunday deyman. Men nafratni va og'riq berishni yaxshi ko'raman. Men buni la'natni yaxshi ko'raman. Ammo bu videoda Shon Strickland psixologiyasiga kirishga harakat qiladi. Eng zo'r holatda Shon yo'lab topilgan titul va bu uni nostandart bo'lgan xulqini tasvirlash uchun ishlatiladi. Shu intervyulardan keyin odamlar hayron qolganlar u haqida va uni xulqidan o'zgacha narsani ko'rmaganlar. Ammo Shon o'zining yoshligi va qiyin tarix haqida hammaga gapirganda, odamlar qo'rqishni boshladilar. Ya'ni unda psixologik muammolar bor ekanidan va unga terapiya kerak ekanligidan. Shunga Shon hayotining birinchi qismini muhokama qilamiz. Men jahl-ustan qilgan jinoyatim uchun maktabdan haydashgandi. Ammo men shunchalik jahlim chiqqandiki, menga bu narsa yoqar edi. Men ko'chada pichoq yoki tosh bilan yurardim va kimdir o'ldirishni orzu qilardim. Shon tarix haqida gapirganda odamlar shokda edilar. U o'zining odamlarga nafrati haqida ochiqchasi gapirardi va o'sha vaqtning o'zidan bu narsadan voz kechganini va boshqa versiyasiga aylanganini aytadi. Ammo odamlar ba'zilarida Stricklandda eski nusxasini ko'rgilari keladi. Maktabda bo'lganimda bitta bola bor edi, ya'ni senga o'xshagan ahmoq. Unda g'alati ovoz edi va xuddi senga o'xshar edi va har xil gaplari bor edi va shugu hamma qizlar bilan yotardi. Sen qanday chekayotganingni ko'rdim va u la'nati bolani eslatmoqdasan. Yo xudoyim, uni juda ham urgim kelmoqda. Men shunga senga hech qachon intervyu bermaganman. Intervyuning qiziqarli qismi uni nima qutqargan edi? Bu MMA. Bu sport unga hamma g'azabini, jahlini chiqarib tashlashga yordam berdi. MMA taklif qilgan intizom unga boshqa narsalardan chalg'ishga yordam berdi. U buni hali ham ishlatadi va bu unga o'zgacha psixologik seans ekan. Ha, bu meni hayotimdagi ma'noni beradi. Agar bu bo'lmaganda narkotikni treylerda tayyorlagan bo'lardim yoki qamoqda bo'lardim. Shunga muxlislarga minnatdorman. Siz meni hayotimdagi ma'noni qaytarmoqdasiz. Men buni qadrlayman. Men bunga ishdek qaramayman. Bu menga psixologik sog'lomlik. Bundan tashqari uni buvasi oqlar ustunligi haqida fikrlari bilan uni yoshligini buzib tashlagan. Meni buvam katta axlat parchasi edi. Sen yosh bo'lsang, ko'p narsalarni tushunmaysan va kattalar nima desa eshitasan. Va u meni boshini natsizm haqidagi fikrlar bilan to'ldirgan. Men bo'lsam 6-7 sinfda bu haqida hech bilmas edim. Buvam menga avtoritet edi. Shunga uni gapirgan gaplari menga ahamiyatga ega edi. Keyin o'may zalga kelganda bu hamma narsa tozalandi va ko'p narsalarni ko'rdi. Men trenirovka qilganimda hech kimga nafratim yo'q edi. Hamma zo'r edi va menga hayotimda yordam bergan ko'p odamlar oq emas edilar. Ammo meni hayotimga qiyinchilik solgan odamlarni ko'pi oq edi. Shon nafratni va odamlarga og'riq berishni yaxshi ko'rardi. Men juda ham yomonman bolalar. Men kimdir zalga boraman va u yerda barchani o'ldirishga harakat qilaman. Ya'ni men to'xtatmagunlaricha. Men yana qaltis jang qilishda davom etaman va bu bolalarni o'ldiraman. Hamma sizlar uchun. Bolakay, men tinglaman, kimdir o'ldirsam juda ham xursandman. Sen jiddiy aytmoqdamisan? Hamma buni yaxshi ko'raman. Meni kimdir urib o'lim holatiga solsa va qo'lda nimadir bo'lsa, bu menga yaxshi o'lim der edim. Unda xarakter bor gapiga javob berish uchun. Bu mikrofon kelsa, sen uni hurmat qilasan, chunki u haqiqiy kameraga odam. U hech narsani yashirmaslikka harakat qiladi. Shon psixopat ekanligini isbotlash uchun juda ham xursand. U men jamoadoshim va do'stim va bu haqida gapirayotgani yoqmaydi. Shon aqlsiz emas, Shon kasal emas, u faqatgina imkoniyatni ko'rdi. U bu personajni shunchalik yaxshi o'ynadiki, bu promotorlarga yoqadi. Shon juda ham to'g'ri gapiradi va boshqa jangchilardan tashqari unga javoban nima deyishsa bu narsani o'ylantirmaydi. Oldingi yoshlar zo'r edi, hozirgi bolalar axladi. Biz uchun yoshlikda ko'ngilxushlik shunday edi. Musiqaga borardik, u yerga skeytni qo'yardik va bir-birimizni itarardik va nima bo'lishini ko'rardik. Hozirgi 13 yoshlik bolalar bo'lsa, TikTokka qo'rqasini qo'yadilar. Hozirgi bolalar juda ham yomon. U odamlar nima desa ham xohlaganini qiladi. Mana misol uchun sparring paytida ko'p baqirgani va gapirgani uchun zaldan haydab yuborishgan. Hamma buni g'alati deyishi mumkin va boshqa jangchilar ham xuddi shunday qilmoqchi bo'lganlar menimcha. Ammo ular boshqalar nima o'ylaydi deb qo'rqadilar. Ammo Shonning holatda bunday emas. Ana chapak chalayotgan bolaga qara, ha u katta jipda yuradi, lekin uni asbob mana shunday. Olg'a qani ketdik. Men endi faqatgina shu stoykada yuraman. Kassada turganimda ham mezin qo'yayotganimda ham va butun intervyu ham shunday tura olaman.
Men buni yaxshi ko'raman, menga katta imkoniyatlar ber. Sportga odamlar hayotni beradilar va bu narsaga loyiqman. Ammo baribir ham men mag'lub bo'lsam, yarim chekim yo'qoladi. Agar sen oldimda og'zingni ochmoqchi bo'lsang, sen meni oldimga shaxsan kelishing kerak va la'nati bollaringni olishing kerak. Chunki men seni yo'q qilganimda ular bu narsani tomosha qilishlari kerak va o'shanda keyin ular ham otasiga o'xshab qo'y bo'lib o'smaydilar. Mendan uzoqroq yur, ovozingni o'chir.